Assalomu alaykum aziz obunachilar. Nusroy kanalidan shati kuzatib boruvchi aziz qadrdon do'stlar, mana bugun yana bir yangi ish kunimizni boshlab olganmiz. Bu galgi manzilimiz Andijon viloyatining shu Oltinko'lidan oldin 1-2 oy oldin bu joyda betonlarni quyib bitirib bergandik. Endi mana g'ish urish jarayonlariga yetib keldik. Bu yerda mana g'ishlarni uryapmiz aziz qadrdonlar. G'ishlarimizni urish narxlari va g'ishlar narxlarini Xudoning xudo xolasa qo'ldan kelgancha obzor qilamiz. Bundan oldin bitta like bosib, kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lishni unutmanglar aziz qadrdonlar. Imkoni boricha shu qurilishga oid foydali ma'lumotlar ham berib ketishga harakat qilamiz. Qani bo'lmasa biz obzorni boshladik. Mana aziz obunachilar, bu obyektimizni uzunasi bunaqasiga 31 metr, bunaqasiga 20 metr joyga tushgan obyektimiz. Bu yerda 18 metrga 13 metrlik katta forma xona solingan va bu tonaqasiga uy kelgan. Bu yerdan orqaga o'tish uchun bitta vixit. Bu joyimiz podvalimiz 9 metrga 4 metrlik podval oldi. Shunaqa dugali figurali bo'lib chiqqan joyimiz. Bu xonamiz darvozaxonamiz. Darvozaxonamiz 4 metr. Bu yerda hammom dushi bor. Kiraverishda shu qo'l yuvish uchun, shu menimcha adashmasam tualet bilan hammomni shunaqa narsa. Bu yer to'g'ri ravatda rim kolonnalar qo'yib darvozaxona bo'ladi. Endi narx-navolarga kelsak, g'ishimizni sho'rlamaydi deb zavoddan garantiyasi bilan bergan g'ishimiz mana shunday. Hozir ko'rsatamiz. Mana bunday emblemasi bor 5 yulduzli g'ish. 1050 so'mdan olib kelindi. G'ish urish narxlarimiz 600 so'm. Hozirgi kunda aziz qadrdonlar, shu joylarga hozirgi kunda 40 mingta g'ish urib bo'ldik. Yana bu yerga общий 120 ming yoki 130 ming atrofida g'ish ketadi. Общий devor uriladigan joyimiz 236 metr joyga devor uriladi aylanpasiga. Ob'yomimiz shunaqa bir 11 xona uy aziz qadrdonlar. Endi bu yerda g'ishlar 600 so'mdan urilyapti. Ko'ryapsizlar, ikkitadan badyalar qilib, loylarni bunaqa uydan chiqqan, podvaldan chiqqan turpog'imizni ishlatyapmiz. Ana ustakalar hozir g'ishlarni tashib, ozgina qoldi, tashib qo'yib, ertagalikka yangi mashina olib kelib to'kib beradi. Hamma instrumentlarimizni o'zimizdan kelganmiz, faqat g'ish urgani shu anaqamiz yo'q aziz qadrdonlar, lesamiz yo'q. Lesani berasizlar. Qolgan hamma instrumentimiz bor. Badyalar, karetalar, arava, ketmon, lopatka, apolovka, hamma instrumentimiz bor. Shuna xizmat qilib beramiz. Xizmatlar asosan Andijon viloyati iz bosgan bo'ylab bo'ladi. Bemalol murojaat qilaverasizlar, noldan boshlab har qanday uylarni korobka holatigacha olib kelib beramiz, tom holatigacha. Endi narx-navolarni aytdik. 600 so'mdan urish narxlari, 1050 so'mdan g'ish olib kelinyapti. Endi sizlarga yana bitta qurilishda foydali maslahatlar aytamiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, g'ish urmoqchi bo'lganlar uchun mana shunday shablon qilib olsanglar, bu razmerlarimiz, bu shablonimiz 38 bo'lyapti, devorimizni qalinligi. Mana bunday miqlarimiz orasida 7,5 sm, g'ishimiz 6 sm uchun qalinligi 7,5-1,5 sm rastor yeydigan qilganmiz va narigi tomonda ham o'ta shunaqa shablonimiz bor aziz qadrdonlar. Bu imkoni boricha yaxshi urgunga o'rnatib olsanglar, shu ipdan chiqib ketmagan holatda devorlaringlar to'g'ri chiqaveradi. Keyin aziz obunachilar, mana shunday uylarni devorlarini urib bo'lganda sismadan 2 qator yo 4 qator, 2 qator, 3 qator pastga tushirib, dimoxod qo'yib chiqarib yuborsanglar, havo uchun ikkitadan, bitta xona uchun va shu pechka uchun addenni bittadan qo'yib kelsanglar, nafs asiluvchi ertadan keyin pechga yaqiladigan bo'lsa ham yaxshi bo'ladi. Ustalar ham charchab qolib shekilli, kech kirib, bugun ham havo 40 gradus bo'lib ketdimi, shunaqada ishlashim, mana jonlari sog' bo'lsin. Mana ishlardan ancha chiroyli qilib bitirishyapti. Ishlarimizga baho berib, shu issiqda ishlayotgan ustalarimiz uchun bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Shu hozir ko'ryapsizlar, havolar o'ta issiq, shunda ham mana tinmasdan ishlayapmiz. Kanaldan yarolashmanglar, like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.